Kecha bir akamiz telefon qilgandilar. Ular aytdilarki, "Uka, limonda inson uchun foydali tomonlari bormi?" deganda gaplashdik biroz. Ular aytdilarki, 76 ga kirgan hojonam bor, onajonim bor. Tabiatni yaxshi ko'radi, limon mevasini juda ham sevib iste'mol qiladi. Uyda gullari ko'p, gullarni yaxshi ko'radi. Tug'ilgan kuni yaqin onam uchun limon ko'chatini sovg'a qilsam degandi. Men aytdim, hojona uchun shunaqa tikonsiz holatdagi limon ko'chatni tavsiya qilaman sizga aka degan. Tayyorlab beraman dedim. Tayyorlab bering aka, 4 tup chiqarib oling, yo bo'lmasa o'zim boraman degandilar. Tayyorlab qo'ydik. 10 litrli chelaklarda turf, go'ng, biogomis, qum aralashgan holatda hosil beradigan qilib, 1 yilga yetadigan qilib ozuqasini tayyorlab qo'yganmiz. Mana g'o'ralari ham bor. Xudo xolasa ular hosili katta bo'lib meva qiladi albatta. Tugayda shunaqa hojonalar uchun maxsus video. Duosini olaylik onalarimiz, otalarimizni. Ko'chatlarga bir baho beringlar. Narxi 40 ming so'm, cho'ntak bob narxlarda. Dastlabkilarimiz bor O'zbekiston bo'ylab, faqat pullik. Bilasizlar, bizniki faran biznes emas. Oddiy ko'chatchilik. Yashil makon, ko'ryapsizlar. Shunaqa otalarimiz uchun, onalarimiz uchun sovg'a bor ko'chatlarimizni doimo tayyorlab beramiz. Siz xohlasangiz shunaqa holatdagi ko'chatlar chiqaramiz albatta. Ko'chatlar nima deyapti? Tepadan olaymi, yaqinroq qilib holatini. Va ko'chatlarda holati ideal tarzda. Sog' bo'lasizlar, yoqsa bittadan laykni taslatib qo'yasizlar. Hammaga yetib borsin. Shunaqa yaxshi narsalarni tavsiya qilamiz sizlar uchun. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar.